Hozir men sizlarga o'zim yaxshi ko'rgan lip komboyimni ko'rsatmoqchiman. Birinchi Mistayasdan 765 qalam bilan chizib olaman kontur labim chetiga. Endi blesk suraman. Lanejdan Peach Glaze anaqa yangi chiqqan 2025-yilda chiqqan blesk mana shu. Bunaqa chiqadi. Sephora'da buni $22 sotishayotgan ekan. Koreyadan oldirganlarga arzonga tushadi. Ekan sifati menga ham yoqdi. Boshqacha rangini oldirmoqchiman endi, olmoqchiman. Tayyor. Endi kiyinib ko'chaga ketaman. Mana shu Mistayasni O'zbekistondan topsanglar bo'ladi. Men buni menga zakaz qilsanglar bo'ladi. Men tayyor. Men buni kecha Zara'dan skidkada olganman. 70% skidkada. Ko'chaga chiqsam har doim o'zim bilan oladigan narsalarim bu taroq bilan men bu sakolkacham kerak bo'lib qoladi. Ovqatlanib qolsam bo'ladi, sochimni yig'ishim kerak. Men bu kontur hozir chizib ko'rsatgan va blesk keyin naushnikman. Mikrofonimni olaman, mabodo video olib qolsam kerak bo'ladi.